o'la. Ana shu ilon baribir menga ana pardasini ilibdi baribir menga. Yo'q ekan. Ay, ana o'sinimda, o'zi keladi biror joyga borsam, bunniga mondek qilib ikkita qo'lini tiqib, ondek bo'lib zilodek bo'lib o'tiradi, birovga bir tiyin foydasi yo'q. A bizga kelganda mana iladi. Ha, nima kelyapti o'zi? Ha, ana bitliqqa qiz 26 ga kirib, yerga tergan oshga yetib qoldi, xo'jas. 11 metrli ayvoniga parda tiktirtirishdi, menga ilyapti-da, qara ayvon ham 11 metr bo'ladi. Ha, pardami? Kecha kuni Sarnoz bilan kombinatda parda magazin. Shalpayganga parda olib berdingizmi, likkillab borib. Pardalarga ko'rsatib kelasiz. Qani. Yo, nima ishga borishim kerak edi. Bola, tarbol, meni ham olib borasan, bola qotdi. Qattadir shatda edi-da. Oy, go'rsotda yedamasga o'xshab yo'lda o'rtada. Shoshilmay tursangiz-chi? Ha, mana. Chinni idishlar magazinining birinchi qavatida joylashgan Eurostor degan yangi magazin ekan. Siz hamma yo'lda bilasiz, qarang. Yo'q, ko'rib qoldim. Ay, mana ularda qara dahshatligini mana. Xullas kalom opajon, mana shu ko'rib turgan hamma tovarlaringizga, toza Turkiyaning mollarigacha 60% gacha chegirma qo'yib qo'yishibdi. Foizgacha bilasiz, a? Nima, eshitib qoldim-da. Ha, endi surpa quloqingiz bilan eshitasiz. Mana bu pardalarni qarang. Toza Turkiyaning moli. Oldin 75 ming so'mdan bo'lgan, hozir 29 ming so'mdan ekan. O'zingizga ham mizolqa. Ha, bular qiqim-siqimlar deylardi. Ha, qo'ysiz. Mana. Oy, cho'ta sen hamma yo'lda bilyapsan-da. Bunaqada men o'sinimga ham, qaynisinimga ham, o'zimga ham olishim kerak. Cho'ta meni hisobim chiqmayapti hozir. Opajon, Eurostorda 1000 xildan oshiq parda bor ekan. Ming xila, voy, biz zamonda karishimiz yirtilib ketardi, deb parda topguncha. Endi yerga tegadigan zamon ketdi-ya. Voy, men juda shoshilib yerga tegib qo'ygan ekanman-da. Endi shoshilganimga ham 17 yil bo'libdi endi men. Opa, aksiya Qurbon hayiti munosabati bilan bo'lib 10-iyungacha davom etar ekan. Farg'onadagi Eurostorda ham bo'lar ekan aksiyalar. Aka. Assalomu alaykum. Siz kecha ham keldingiz-a? Bir dunyo parda olib ketdingiz. Aytdim. Sen hamma yo'lda bilyapsan dedim. Cho'ta sezdim. Endi bilasan meni qaraqaligim qochishga ulgisi, qochding endi mayka.